Assalomu alaykum akalar. Xohlasa obyektimizni mana tepaga ko'tarib bo'ldi kiranda. Tunkaga tayya. Cheka frontollari tunkalar bilan yopilgan. Tepaga tunkalar olib, xohlasa qatirishni boshlaymiz. Ustalarimiz ustonovka qilishyapti mana. Obyektimiz razmeri 18 ga 30 bo'ldi. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Hozir to'g'ridan ko'rinishni beraman sizlarga. Mana obyektimizni to'g'ridan ko'rinishni. Firmalarimiz orasi 150, rekalarimiz orasi 070. Narx-navo 170 mingdan kvadrati 250 mingga. Bu joyimiz 200 mingdan bo'lgan kvadrati. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar.